Ijtimoiy tarmoqlarda Qo'qonda joylashgan zavodlardan biri portlagan haqida xabar tarqaldi. Farg'ona viloyati Milliy gvardiya boshqarmasi holat yuzasidan izoh berdi. Qo'qon shahridagi Indorama Kokand Fertilizers Chemicals korxonasi ma'muriyatining bergan ma'lumotlarga ko'ra, suyuq ammiak moddasi vagondan maxsus idishga o'tkazilayotgan vaqtda shlangda yorilish hosil bo'lib, taxminan 10% ammiak zavod hududiga sizib chiqqan. Shu munosabat bilan voqea joyiga Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari, Ichki ishlar boshqarmasi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari yetib borgan. Barcha fuqarolar va zavod ishchilari voqea joyidan favqulodda boshqa joyga ko'chirilgan. 10 ga yaqin inson tez tibbiy yordamga murojaat qilgan. Ayni damda zavodga olib boradigan yo'llar yopilib, fuqarolar xavfsizligi ta'minlangan. Barcha kuch va texnik vositalar favqulodda holatni bartaraf etdi. Vaziyat huquqni muhofaza qiluvchi organlar nazoratida ekani ta'kidlandi. Aholidan vahimaga va sarosimaga berilmaslik so'raldi. Bundan avval Xorazmdagi uylardan biriga asteroid tushgani rad etilgan edi.